Assalomu alaykum do'stlar. Marafonimizning 28-kuni kanalimizning esa Roppar esa 29-videosiga xush kelibsiz. Malaga borig'i 2 kun qoldi va biz g'alaba marrasini shunlab ko'rib turibmiz. O'zingiz bilganingizdek, men har kuni yangi bilimlarni o'rganib, ularni sizga video sifatida ulashyapman. Bugun React'da komponentlarni dahshatli darajada moslashuvchan, ya'ni flexible qiladigan juda muhim sir bo'lgan Children Pro tushunchasini o'zimiz yozgan real kod misolida borig'i 2 daqiqa ichida o'rganamiz. Demak, ketdik. Buning uchun VS Code'da faylimizni ochib olamiz. Ya'ni Catalyst TSX faylimiz va aynan bu komponentimiz ichida, Catalyst komponentimiz ichida loyiha turgan mana shu divga e'tibor bering. Bu div asosiy komponentimiz hisoblanadi. Bu esa pagening divi bo'lgan wrapper. Bunga unchalik e'tibor bermaymiz. Asosan hozir komponentni mana shu div o'rab turibdi va bu mana shu div mana shu divda bizning komponentimiz ishlayapti. Xullas, demak, biz bu yerda hamma propslarni berganmiz. Bu demak, Children nima? React'da har bir komponentni avtomatik ravishda o'zining ichida kelayotgan kontentini boshqa kontentdan yoki HTML taglarni Children degan maxsus props orqali qabul qiladigan narsa Children deb aytiladi. Tasavvur qiling, loyihamizda mana shunday kartalarni chiroyli joylashtiradigan vizual quti, layout yoki wrapper bunga o'xshagan quti kerak, vizual quti kerak. Biz har safar bir xil Tayvan CSS klasslarini, ya'ni flex, column, gap, alter deb yozib o'tirmaslik uchun bitta umumiy layout komponenti ochib, uning ichiga dinamik kontent joylashtirishimiz mumkin. Bu koddagi ko'rinishi layout komponenti ichida Children deb yoziladi va u o'z ichiga olgan barcha elementlarni ekranga chiqarib beradi. Bu layout bizda TypeScript yaratilishi kerak va biz buni yaratganmiz ham interface orqali yaratganmiz layoutni. Plus Children prop yordamida har qanday murakkab layout va wrapper tizimlarini dahshatli toza qurish mumkin. Bugungi qisqa va lo'nda foydali darsimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang va bizni kuzatishda davom eting. Ertaga devlog 29da albatta biz yana biror bir nazariy bilim o'rganishga, ya'ni men sizlarga o'rgatishga harakat qilaman. Chunki o'zim hozir ham o'rganyapman ba'zi narsalarni. Albatta yana darslik chiqaraman, ya'ni devlog. Xullas, devlog 20 xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling.
dasturlashda charchamang. Yurak urib tursa bas. Ko'rishguncha xayr.